Koreys seriallaridagi Tangem, Yujin va shu kabi ko'plab obrazlarga boshqacha mehr qo'yganmiz. Ularning nafosati, parvarishlangan tiniq yuzlari e'tiborni tortadi. O'ziga xos pardoz uslubi esa yanada go'zal ko'rinish hosil qiladi hamda nazokatni oshiradi. Keling, bugun koreys ayollarining milliy obrazini yaratib ko'ramiz. Koreyscha obraz bu birinchi o'rinda nafosat degani. Shuning uchun biz hozir nafis obraz yaratishga harakat qilamiz. Koreys ayollarining milliy soch turmagini oldindan tayyorlab oldik. Endi esa shunga moslab pardoz qilamiz. Pardozda yuz shakliga to'g'ri ishlov berish juda muhim. Kosmetikani noto'g'ri so'rish natijasida yuzingiz biroz to'laroq ko'rinib qolishi mumkin. Pardoz yordamida yuzni ozg'in qilib ko'rsatish uchun 3 ta tavsiya. Birinchi o'rinda konturingni to'g'ri joylashtiring. Yonog'ga, peshona chetlari va iyaga bronzerda ozgina soya bering. Rumyanani yanoqning markaziga emas, yanoqning tepa qismiga suring. Highlighterni burunning usti, yanoqning tepa qismi va lab ustiga ozgina suring. Obrazimiz tayyor. Koreys ayollari pardozda minimalizmni afzal bilishadi. Yuzlarining yorqin va tabiiy bo'lishlariga alohida e'tibor qaratishadi. Stilistimiz yaratgan yakuniy obrazni ko'ramiz va baho beramiz.